Ve jigarlarim, qadrdonlarim, mana sizlarga 2006-yilda ishlab chiqargan Damas 1 topib qo'ydim mana. 4 ta yumshoq baloni bor, ko'ra olasizlar mana. Foliyalar bor, chixollar bor. Malibu bariga o'xshatib barlar qo'yib qo'yishibdi akalarimiz. 736 ming yurgan ekan. Mashina xudo xolisa yaxshi holatda ekan. Aka, motor hadovoy korobkasi qanaqa buni? Yaxshi aka. Most ovozi yo'qmi aka? Most ozgina ovozi bor, xudo xolisa. Aybini aytib sotish kerak, to'g'ri aytasiz aka. Orqa tomon ko'rinish holatlari mana. Shumka bo'lganmi aka bu? Shumka bo'lgan ekan mashinamiz. Mashina shumka bo'lgan ekan mana. Yonboshdan orqa tomondan ko'rinish holatlari mana. Ko'ra olasizlar. Pul nech pul dedingiz aka? 2,5 kam bor deyapti. $2500 kami bor ekan akalar. Ko'ra olasizlar. Nomeringizni aytib 99 deydi. 99 dek 280 280 74 74 raqamlarga aloqaga chiqib akadan to'liq ma'lumot olasizlar. Mana pul arzon Damas 1 istalgan akalarga mana tayyor Damas 1. Mana dehqonchilikka minasizmi? Boshqa yoqqa minasizmi? Tayyor mana mashina. Telefon qila olsa ekan, kami bor ekan, xudo xolisa kelishtirib beramiz deyapti. Mashinani ko'rinish holati mana. Bittadan like bosib qo'yasizlar. Rahmat. Jigarlarim, navbatdagi Damasimiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Ko'rinish holatlari mana ko'rib turibsizlar. 4 ta yumshoq baloni bor. Kalpaklar ham qadab turibdi hozirgan. Foliya bor, chixollar bor, mana barlar ko'p qo'yishibdi. Xudo xolisa mana g'ijjalarga mana ajoyib qilib mana narsalar qo'yib qo'yishibdi. Mana magnitofon bor. Yurgani 205 ming yo'l bosib o'tgan ekan. Ko'rinish holatlari mana patologlari mana ko'ra olasizlar. Mana orqa tomon ko'rinish holatlari mana. Follari mana yap-yangidek turibdi mana. Orqa tomon ko'rinish holatlari mana. Ko'ra olasizlar. Metan gazlar bor. Ko'ra olasizlar. Tip-tiniq, hamma yo'q top-toza ekan. Motorda ish yo'q ekan bu yerda. Motor hadovoyda ish yo'q a-tog'a? Mostlari ham yo'q. Most ovozi yo'q. Most ovozi yo'q. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi petnosi bor, kichkina. Ozgina petnolari bor. Kapalagida xolos. Ha, toza qo'ygan. Puli nech pul endi qizim? Puli 57 ga berib yuboramiz. $5700 berib yuboramiz. Bo'lishi. Berib yuboramiz. Bismillah. Kelishamiz. Telefon nomeringizni aytib bersa? 91 91lik 612 612 1440. 1440. Shu raqamlarga aloqaga chiqib, hozirgidan to'liq ma'lumotni olib, mashinani shunday bosib oladigan joyi, lekin motor hadovoy korobkada ish yo'q deyapti, kraskasi yo'q ekan, ikkita kapalakda ozgina petnosi bor ekan, metan gazlari bor. 205 ming yurgan ekan, mashina ideal holatda ekan. Damas istab yurgan akalarga shuni jo'natib qo'yasizlar akalar. Ve jigarlarim, navbatdagi mashinamiz 2000-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Ko'ra olasizlar, $1800 deyapti. 4 ta yumshoq baloni bor ekan, holatlari baholasi yaxshi holatda ekan. Poling, chixol, ichki holatlari, magnitofon bor. Ho'jaga mana piyozga, askarga mingan rosa zo'r mashina mana, ko'ra olasizlar. Damas 2 ni faralarini qo'yib qo'yibdi stoplarini. Ko'ra olasizlar. Puli arzon Damas 1 istab yurgan akalarga mana tayyor Damas 1. Ichki holatlari mana. Ko'ra olasizlar. Motor korobka zo'r. Most ovozi yo'q ekan, motor hadovoy korobkalari hamma yo'q joy-joyida ekan. Nomeringizni aytib berasizmi? 99lik 482 2478 raqamlarga aloqaga chiqib, bemalol bundan to'liq ma'lumot olib, mashinani shunday bosib olsangiz bo'ladi. Damas 1. Kanaldan chiqadagi nima nomi? Iqbol Jupiga uring, jupiga. Andijon mashina bozorida mana jupiga uramiz. Mana ikkita Damas sotilar ekan, xudo xolisa. Nech pul aka bunisi? Aka, Yili nech? bo'ladiganini aytayim. 97 Most korobka motorlarni 1,5 mingga berib yuboramiz. $1500 berib yuboramiz deb aytishyapti. Mana ko'ra olsa Damas 1. Aka, Aniq joy. Munosibchi bunisi. Bunisi aka 26,800,000 ming bankdan qarzi bor. Bu yani bo'ladigan $8 minch ketadi. Boshdan $8 esa minib ketib oladi. Motor hadovoy korobka joydan yurish tursa. Yurishlar gap ideal. Hamma yo'q joy-joyda. Mana ko'rsatib o'taman. 4 ta yumshoq balon bor. Ko'ra olasizlar mana. Poli bor, chixol bor, bar bor mana. Ichki holatlari, magnitofon. Xullas hamma yo'q joy-joy. Aka, orqa sidiniyasi bormi? Orqa sidiniyasi qo'yib beraman, uka, bor. Orqa sidiniyasi bor ekan.
Ko'raverasizlar mana. Orqasida choy ichib o'tirsa ham bo'laveradi buni mana. Damas dehqonbob mashina akalar mana. Andijon moshina bozorida eng arzoni kimi kelsa mana shu akani ko'rsataman-da endi mana. 800 dollar bersa minib chiqib ketaveradi. Xudo xohlasa ketaveradi. Aka mashinalar normal, xudo xohlasa u yerda tayyor krediti bor. tayyor krediti bor. Mo'yam aka Damas bir arzon. 1400 larga beraveramiz aka. Ya'ni 100 so'm tushib bermaslar kanallar uchun aka. Iqbol Uz kanalidan man deb chizsanglar, akalar 1400 dollarga mas Damas berib yuboraman deb aytishyapti. Salonlar kuni aka. Salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Mana Malibu barlar qo'yib qo'yishibdi. Katta bo'lsa Malibu bo'laman deganmi? Mana Damaslar, ko'ryapsizlar? Damas. Damas 1. Mana ichki holatlari zo'r mana. Dehqonbob mashina deb kartishga sotsangiz ham bunda pul topasiz mana. Pul topar mashina Damas. Sakon aka xudo. Tikoni puliga Damas deyapti akalar. Nima deyapti mana? Ko'raverasizlarmi? Orqa tomon stoplarni mana yangilab qo'yibdi. 1400 dollarga ekan. Hozir nomerlarni aytamiz. Xudo xolasa aloqaga chiqib olasizlar. Aka bunga ham nomer aytasiz? Aka 95lik 95lik 026 12 ukajon. 12. 12 ukajon mosh tangali dehqonbob aka arzon savdo. Mana krediti. Ko'raverasizlar mana. Krediti bor, Bir tayyor oylik kredit. to'langan mana bir oylik. Keyingi oyda 26 million 800 mingda bo'lib maydalab to'laveradi aka. Qolib ketib qoladi o'ziga dehqonchiligiga o'zining ishiga. Bo'laveradi. Bo'laveradi aka. Shu nomer. Tanlov o'zingizlarda mana. Hozirgi nomer mana. Xohlasangiz Damas 1, xohlasangiz Damas 2. Tayyor krediti bor. U 1400 dollar, buni 800 dollarga minib ketavergan deyapti mana. 4 ta yumshoq balon bor, 12 balonlar bor, qalpaklari joyida, yurish-turishlari joyida deb aytyapti. Ko'ra qo'yinglar mana. Andijon moshina bozorida eng arzon Damaslardan biri.